Alisher Qodirov bittalar chiqasizlar, O'zbekiston xalqi ko'p go'sht yevoryapti deysizlar. Yana bittalar chiqasizlar. 5600 so'm pul topgan inson kuniga boy oila hisoblanadi deysizlar. Bir mahalla siz chiquvdingiz, sigirlarga pasport berilsin deb qonunga kiritmoqchi bo'lgansiz. Shunda pasport olgan sigir bo'yda bo'lib qolib, ikkiga to'p qolsa, tug'sa, dekret puli bilan suyunchi pul ham berasizlarmi? Insonda bir virgul bo'ladi, nuqta bo'ladi, sal nafas olibroq O'zbekiston xalqi hazm qilib olsin. Keyin birdaniga chiqdingiz, boyni urib, gazdan foydalanmanglar. Nima emish? Kasanglar oqarmaydi. Voy, onasini ham sen kasamizni. Qora ko'tan bo'lib ketmaydimi? Eshakni oqini yoq. Sizlar nima chagingga suv quyib teza yoqib choyxona ichyapsizlarmi? Endi aytibsiz, migrantlardan topgan pulidan necha ham foizini olishimiz kerak, soliqlarni ko'paytirish kerak, boy qilish uchun bu davlatni deb.